Assalomu alaykum hurmatli mijoz. Marhamat menyu. Menyu olib kelib stolning ustiga emas, mijozlarning qo'liga bergan yaxshi. Bu madaniyat va hurmat belgisidir. Mijozlarni shoshiltirmay jim kutamiz. Agar mijoz tanlashda qiynalayotgan bo'lsa, ichishga nimadir tavsiya qilamiz. Hurmatli mijoz, ichishga bir narsa olib kelib berib turaymi? Bitta sok olib keling. Xo'p bo'ladi. Agar tanlashda qiynalayotgan bo'lsangiz, yordam berishim mumkin. Yaxshi bo'lardi. Siz har doim mijozga eng yaxshisini tavsiya qilishingiz kerak bo'ladi. Birinchisiga yengilroq suyuq ovqat, ikkinchisiga og'irroq go'shtli, uchinchisiga desert tavsiya qilaman. Mijozning buyurtmasini yozib oling. Bu sizga mijozning ishonchini oshiradi va chalkashishni oldini oladi. Buyurtmalar ketma-ketligini aniq bilib oling. Bu mijozni ortiqcha kutib qolishdan va asabiy ravishdan asraydi va eng asosiysi buyurtmani tezroq yetkazishga harakat qiling. Buyurtma berganimga anisot bo'l. Buyurtmam qani men hokim islom. Hurmatli mijoz, ming bor uzr. Buyurtmachilarimiz ko'pligi uchun ozroq kechikish bo'lib qoldi. Ha, sen to'g'richining buyurtmani berganmiz, buyurtma olib kelish kerak-ku. Uzr hurmatli mijoz, xato bizdan o'tdi. Aybimizni yuvish uchun restoranimiz nomidan sizga 20% chegirma taqdim etamiz. Buyurtmalaringizni tez orada olib kelib berishadi. Siz iloji boricha xato qilmasligingiz kerak, chunki ofitsiant restoranning yuzi hisoblanadi. Agarda qandaydir muammo yuzaga keladigan bo'lsa, siz uni xushmuomalalik bilan tezda bartaraf etishingiz kerak. Agar siz quyidagi qadamlarni bajarsangiz, buyurtmalarni professional qabul qila olasiz. Mijozga yaqinlashganda tabassum qiling, menyuni qo'liga bering, stolga qo'ymang. Tanlash jarayonida shoshiltirmang, jim va kuzatuvchan bo'ling. Agar mijoz ikkilanayotgan bo'lsa, ichimlik tavsiya qiling. Yordamni esa muloyimlik bilan so'rang. Tavsiya berishda yengil asosiy desert ketma-ketligini ayting va eng yaxshi variantni tavsiya qiling. Buyurtmani qabul qilayotganda albatta yozib oling. Agar kechikish bo'lsa, uzr so'rang. Muammoni tez va xushmuomalalik bilan hal qiling. Shu qoidalarga amal qilsangiz, mijozlar sizni ishonchli va professional ofitsiant deb biladi. Agarda sizga ofitsiantlik bo'yicha ko'proq ma'lumot kerak bo'ladigan bo'lsa, loyihamizning rasmiy sahifasiga obuna bo'ling va kuzatib boring. Qiziqarli yangiliklar hali oldinda.